Assalomu alaykum aziz andijonliklar, aziz vatandoshlarim, qadrli yurtdoshlarim. Sizlar bilan video profillarim orqali ko'rishib turibmiz. Sizlarga ilhom kelib, yangi yozgan she'rlarimdan ikkitasini o'qib bermoqchiman. Mana hozirgi kunlarda Toshkentda Valijon Shamsiyev konserti bo'lmoqda. Afsus, Toshkentlarga borib shu konsertida bo'lib ko'rishish nasib etmayapti. Shunday bo'lsa ham ilhom kelib Valijonga atab she'r yozganman. Va qolaversa Mirzo akaga, Mirzobek Xolmedovga atab ham she'r yozdim. Sizlarga shu she'rlarimni o'qib bermoqchiman. Mirzo aka ajoyib inson deb nomlangan bu she'r. Mirzo aka konserti maza, kuldiradi odamni rosa, gaplaridan chiqar xulosa, ko'rishurmiz Xudo xohlasa. Talanti bor juda zo'r inson, kulib turar gapimga ishon, menga qolsa berardim nishon. Mirzo aka ajoyib inson, umri bo'lsin uzundan uzun, rizqi bo'lsin hamisha butun, ko'rsam suhbatlashay tunu kun. Mirzo aka xushchaqchaq inson, yuzida bor nurli tabassum, hech ham bo'lmasin deyman ma'sum, konsertini ko'rmog'im muhim. Mirzo aka g'aroyib inson, kinoda ham qoyil o'ynaydi, qo'shiq aytsa dil ham yayraydi, havas qilib hamma qaraydi. Mirzo aka xo'p dilkash inson, xonadoni quvonchga to'lsin, nabirasin baxtini ko'rsin, dushman bo'lsa yergina yutsin. Mirzo aka doim sog' bo'lsin, kuldirishdan hech to'xtamasin, nomardlarga hech o'xshamasin, ne istasa shunga erishsin. Mirzo aka ajoyib inson. Mo'min Umurzoq 2025-yil 3-oy 17-cheslada yozildi bu she'r. Bugun yozdim, bir ilhom kelib. Endi sizlarga kulgi ustasi Valijonga atab yozgan she'rim bor. Shuni ham sizlarga o'qib bermoqchiman. Qayg'u g'amlar unutib bir kuldiring Valijon, kulgan bu jon rohatda, yashnasin bu tanu jon. Umrlar uzoq bo'lsin, kulib ko'ngillar to'lsin, har uylarda to'y bo'lsin, to'yga Valijon kelsin. Ichak uzda hangoma qo'shiq bo'lsin, g'am tashvishga dam berib, kulguga oshno bo'lsin. Xushvaqt o'tsin bu dillar, Valijonga tuting gullar, qarsak chalsin bu qo'llar, Valijon omon bo'lsinlar. Andijonim faxri bu, asli kulgu shahri bu, marhamatda qoni bor, yashab kelgan oni bor. Kulgularga boy bo'lsin, tanu joni sog' bo'lsin, biz muxlislar kuldirib, o'zi baxtiyor bo'lsin. Qiz o'g'ilga boy bo'lsin, nabira uyga to'lsin, Valijonni suyguvchi yaqinlari bor bo'lsin. Mo'min Umurzoq 2025-yil 2-oy 22-cheslada yozilibdi bu she'r. Endi sizlar bilan xayrlashaman. Sog' salomat bo'linglar. Hamisha nimaki yaxshi niyatlaringlar bo'lsa, niyat maqsadlaringlarga yetinglar. Xonadoningizda tinchlik, totuvlik, fayz, baraka aramasin. Hamisha yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar azizlar deb qolaman. Salomat bo'linglar.